Dahshat haqida nimalarni bilasiz? Ba'zilar uchun dahshat bu qo'g'irchoqlar, ba'zilar uchun tunda kravat tagida jim yotgan qandaydir sharpa, yana ba'zilar uchun esa masxarabozlardir. Susanbil olamini qoplagan bunday zulmatli tunda siz bilan asl horror filmlar haqida gaplashamiz. Avvaliga ushbu yilda namoyish qilingan va A24 ning navbatdagi shedevridan ilhomlanib, jamoamiz bilan video tayyorlamoqchi edik. Biroq o'tgan yili chiqqan va afsuski e'tirof etilmagan shedevrlar ham yetarli ekan. Shu sababdan ko'plab franshizalar qo'llaydigan usul, ya'ni yaxlit bir loyihani ikki qismga bo'lib chiqarish usulini qo'llashga qaror qildik. Shunday qilib, xonangiz chiroqlarini o'chiring va ko'rpangiz tagiga yashirining. Chunki biz 2024-yilning eng qo'rqinchli olamlariga yo'l olyapmiz. Tasavvur qiling, qadimiy Yevropa, havo sokin, oy to'lin, daraxtlar sukunat ichida qotib qolgan, ammo siz yolg'iz emassiz. U sizni allaqachon tanlab bo'lgan. U ko'rinmaydi, nafas ham olmaydi va yurak urishini eshitmaydi, chunki u inson emas. U sizdan oldin yashagan va hali ko'p yashaydi. Bu Nosferatu. Bu filmda dahshat baland tovushlarda yoritilmagan. U sukunat uzra suzadi. Bizning qahramonimiz Ellendir. U orzu qilgan muhabbat ortidan o'zining sirli grafiga yetib boradi. Ammo bu zodagon odam emas edi. Tirik odamlarning yostig'iga har kecha suyanadigan qorong'ulik edi. Robert Eggers yaratgan Nosferatu filmi sizni baqirtirish uchun emas, u nafratingizni emas, ichki bezovtaligingizni uyg'otadi. Yorug'lik qochadi, ko'zlar qorayadi, vaqt sizni, siz esa vaqtni tamoman unutasiz. Eggers ilgari The Witch va The Lighthouse filmlari bilan qorong'ilikni poeziya darajasiga ko'targan edi. Nosferatu esa uning eng sokin lekin eng shafqatsiz ishi bo'ldi. Rotten Tomatoes saytida tanqidchilar unga yuqori darajadagi vizual estetikada qilingan jinoyat deb baho bergan. Nosferatu nomi nemis tilidan tarjima qilinsa changal soluvchi yoki marhumni so'ruvchi degan ma'noni beradi. Ilk Nosferatu filmi aslida Dracula romani asosida suratga olingan edi, biroq mualliflik huquqlari sababli barcha nusxalar yo'q qilinishi kerak bo'ldi. Faqat bitta nusxa yashirincha saqlab qolingan va aynan shu film butun vampir janrining asoschisiga aylandi. Ular uni o'g'irlashdi. Qimmat villada yashovchi boy odamning qizini. Reja aniq: o'g'irlash, izolyatsiya, pul talab qilish. Lekin birinchi kechada nimadir g'alati edi. Qiz yig'lamaydi, u hatto qo'rqmaydi va u hech narsani so'ramaydi. Abigail bu nafaqat vampir haqidagi film, bu nafaqat o'lja va ovchi o'rtasidagi o'yin. Bu film jinoyatchilarning o'z qopqonlariga qanday tushishini zo'r temp bilan, vahshiy va kulgili tarzda ko'rsatadi. Rejissyorlar Matt Bettinelli Olpin va Tyler Gillett bu yerda komediyani qonni to'kish bilan mukammal qorishma qilgan va bu aralashma o'z vazifasini 100% bajargan. Qizcha rolidagi Alisha Weir 2024-yilning kutilmagan yirtqich aktyorlaridan biri bo'ldi. Uning jim qarashi sizni qanday qochamiz degan savolga emas, endi kim qochmoqchi degan xavotirga olib keladi. Abigail tanqidchilar tomonidan qonli ballet deb ataldi. Filmda zo'ravonlik dizaynga aylangan. Har bir sahna jangga o'xshaydi. Bu film uchun ilhom 1936-yilgi Drakulaning qizi filmidan olingan. Undagi syujet ham sirli, aristokratik vampir ayol atrofida aylanadi. Farq shundaki, bu safar u
ayol emas, balki yosh boladir va hech kim bolalardan bunday xavfni hayotda kutmaydi. Italiyaning tog'li hududidagi sokin monastirga yangi rohiba keladi. Hali hayotda gunoh qilmagan, hali go'zallikdan ajralmagan. Uni xush kelibsiz deya kutib olishadi. Ammo bu devorlar ortida ibodat emas, balki nazorat yashiringan. Yuzlarda tabassum, ammo nigohlarda xuddi bir mudhish sir yashiringanga o'xshaydi. Immaculate diniy estetika va ayollar ustidan hukmronlik g'oyasini eng shafqatsiz va qo'rqinchli tarzda ko'taradi. Sidney Sweeney bu filmda nafaqat bosh rolni, balki filmning harorati, yurak urishi va qo'rquvini ham boshqardi. Uning har bir qadamida bu joydan chiqib ketish kerak degan tuyg'u kuchayib boradi. Filmda real dahshat shayton emas, mo'jiza ham emas. Bu institutlar tomonidan inson tanasi ustidan o'rnatilgan nazoratdir va bu nazorat ilohiy niqob bilan qoplangan. Syujet qahramonni ruhiy va jismoniy bosim bilan siqib boradi. Immaculate yakuniga yetganda tanqidchilar filmni katolik g'oyalarini salkam ketmon bilan chopgan suratli dahshat deb atashdi. Uning finali yengilmas ayol obrazi emas, balki tizimga qarshi boshlangan zo'r kurashning qichqirig'i bo'lib eshitiladi. Filmning ba'zi sahnalari haqiqiy, ayni damda faoliyat ko'rsatayotgan monastirda suratga olingan va u joyda suratga olish paytida aktyorlar bir necha bor cherkovdan ruxsat bekor qilinishiga yaqin bo'lganini intervyularida ko'p bora aytib berishgan. Bidatchi. Ikki qiz eshikni taqillatishmoqda. Ular taqillatayotgan uy faqat ko'r-ko'rona iymon, yolg'on tinchlik va sokinlik bilan qurilgan. Ammo ichkarida tuzoq bor ekani kundek ravshan. U yerda erkin fikr o'rniga faqat bo'ysunish yotadi. Bidatchi filmi zamonaviy horrorga qaraganda og'ir, bo'g'uvchi, qutulib bo'lmaydigan odamlar orasidagi jinlar timsoliga o'xshaydi. Biz sog'ingan aktyor Hugh Grant bu filmda kuchli din niqobi ostidagi yovuzlikni gavdalantiradi. Uning har bir qarashi, har bir ohangsiz iltifoti tahlikaga to'la. Bu filmda ham hech kim qichqirmaydi, chunki bu yerda qo'rquv ovoz bilan emas, yutqizilgan ixtiyor orqali ifoda etiladi. Filmning final sahnasi to'g'ridan-to'g'ri Johnny Stone sektasidagi real voqealardan ilhomlangan, ya'ni bir sekta a'zolarining o'z ixtiyori bilan halokat sari ketgani asosida yozilgan. Tabassum 2. Birinchi filmni eslaysizmi? Odamlar atrofingizda tabassum qilib turgani bilan aslida bu kulgi o'lim belgisi ekanini bilib bo'lganmiz. Tabassum filmi millionlab tomoshabinlarni bir kechada qo'rqitgan edi. U $200 million daromad keltirdi va albatta o'z davomiga ega chiqishga munosib deb topildi. Tabassum filmining ikkinchi qismi aynan o'sha la'natni yangi inson, ya'ni sahnadagi pop yulduz hayotiga olib kiradi. Chiroqlar ortidagi yolg'izlik, xavotir va asta-sekin o'z ongidan ajralayotgan ayol bu film mashhurlik va ruhiy bosim haqidagi maxfiy monolog ekanini eslatib turadi. Film birinchi qismidagi ruhiy ta'sirni saqlagan, lekin buni yangi kontekstga, mashhur insonlar doimiy kulishga majbur bo'lgan dunyoga olib chiqqan. Endi la'nat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgandek tuyuladi. Filmda kulayotgan obrazlar uchun aktyorlar 20 daqiqa davomida yuz mushaklarini harakatsiz ushlab turishgan. Bu esa tabassumni chinakam bezovta qiladigan darajada sun'iy ko'rsatgan. Tanqidchilar Smile 2 ni avvalgidek dahshatli emas, lekin ancha noqulay va
psixologik jihatdan chuqurroq deb baholashdi. Tomoshabinlar esa uni ruhiy bosimni tasvirlash bo'yicha juda aniq ishlangan qo'rquv deb ta'riflashmoqda. Bu film yakuniga yetgach sizning ichingizdagi nimagadir kulgu yopishib olgan bo'lishi mumkin. Yana qachon o'zingizni tabassumdan to'xtata olmay qolganingizni eslay olasiz. Substansiya. Go'zallik bizga taklif qilinadi, lekin shartlari hech qachon to'liq aytilmaydi. Substansiya ana shu shartnomani oxirigacha o'qib chiqqan body horror film hisoblanadi. Ushbu hikoyada ekran orqali uzoq yillar davomida so'nayotgan teleyulduz ayol o'zini qayta tiriltirishga urinadi. Unga yangi kimyoviy vosita taklif etiladi. Bu substansiya edi. Qabul qilasiz, yosharasiz, go'zallashasiz, kuchga to'lasiz, ammo eski tana va eski ong yo'qolmaydi va u ortda qolishni umuman istamaydi. Substansiya so'zi aslida lotincha substantia, ya'ni asos, mohiyat, mavjudlikning ichki mazmuni degan ma'noni anglatadi. Rejissyor Caroline Ferget ushbu ssenariyni yozishda 1980-yillardagi kosmetik reklamalar arxivini obdon o'rganib chiqqan. Filmda ishlatilgan ba'zi reklamalar aynan o'sha davrning so'zma-so'z nusxasidir. Faqat bu safar ular qorong'u va qonli ifodada aks etgan. Agar bu filmni ko'rmoqchi bo'lsangiz, yoningizga plastik paket ham olib qo'ying, har ehtimolga qarshi. Film 2024-yilning Cannes kinofestivalida ilk bor namoyish etildi va tomoshabinlar final sahnasida shunchaki sukutda qotib qolishdi. Tanqidchilar uni Demi Murning eng radikal ishi, ayol tanasining madaniy shafqatsiz izohi deb atashdi. Substansiya bu siz hech kimga bera olmaydigan savoldir. Agar jamiyat sizga yangi tanani bersa, siz o'zingizni tom ma'noda yo'q qilishga tayyormisiz? Birinchi omen. Rim monastir devorlari jim, lekin ichkarida yurakni ezadigan sirlar. Yosh rohiba Margaret bu yerga najot izlab kelgan, ammo u bu makonda muhrlangan la'natni ochib yuboradi. Birinchi Omen bu 1976-yilgi klassik The Omen filmining bevosita prequeli hisoblanadi. Shaytoniy kuchning tug'ilishidan oldingi tayyorgarligi ko'rsatiladi va bu tayyorgarlik Xudoning nomidan amalga oshirilmoqda. Film ichidagi mo'jiza homiladorlik emas, bu irodaga qarshi tanani egallashdir. Ayol tanasi bu yerda dinga xizmat qilish vositasiga aylantirilgan. Filmda ko'rsatilgan monastir sahnalari real Rim ibodatxonalarida suratga olingan. Ba'zi kadrlar kerakli ruxsat olinmasdan yashirincha tarzda olingani aytilgan. Aynan diniy doiralarda esa film nihoyatda qattiq tanqidlar ostiga olingan. Tanqidchilar bu filmni diniy horror uchun yangi standart deb atashdi. Tomoshabinlar esa yakuniy sahnalardan keyin bir necha daqiqa shunchaki jim turishganini aytib o'tishgan. Ba'zilar esa shunchaki chiday olmay kinoteatrni tark etishgan. Iblis bilan Film voqealari 1977-yilda sodir bo'ladi. Mashhur Late Night Show boshlovchisi Jack Delroy reytinglarni ko'tarish uchun efirga jin kirgan deb gumon qilinayotgan qizchani olib chiqadi. Dastlab bu oddiy eksperiment sifatida boshlanadi, ammo sahnada g'ayritabiiy hodisalar ro'y bera boshlaydi va efir nazorat ostidan chiqib ketadi. Film butunlay talk show formatida qurilgan. Studiya ichida bir nechta kameralar, reklama pauzalari, real vaqt dinamikasi mavjud. Yaxshi ishlangan dekoratsiya va ataylab o'tkazib yuborilgan texnik xatolar orqali filmga real efir ohangi berilgan. Filmda zo'ravonlik unchalik ko'p emas, lekin psixologik bosim nihoyatda kuchli, ayniqsa efirdagi sukunat, qizchaning ko'zlari va fondagi shivir-shivir tomoshabinni hissiy zo'riqishga olib keladi. Eng qo'rqinchli sahnalar bu faqat yuzlarda hech narsa demasdan ko'z bilan bir nuqtaga tikilishlardir.
Filmning ba'zi sahnalari aslida improvizatsiya asosida olingan. Aktyorlar to'liq ssenariy emas, faqat sahna vazifalarini bilgan. Bu usul orqali jonli efir illyuziyasi kuchaytirilgan. Film Rotten Tomatoes'da 90% dan yuqori reytingga ega chiqdi. Ko'plab kinotanqidchilar uni janr uchun noodatiy, ammo yaxshi ishlangan qo'rquv tajribasi deb baholagan. Tomoshabinlar orasida esa ayniqsa efirda sodir bo'lgan jin chiqarish sahnasi uzoq vaqt muhokama qilingan. Qo'rqituvchi 3 oldingi qismlardagi singari Art the Clown obrazini yana ekranga qaytaradi. Ammo bu safar voqea Rojdestvo kechasida sodir bo'ladi. Baland ovozda musiqa chalinyapti, ko'chalar yoritilgan, bolalar sovg'a kutmoqda. Lekin aynan shu bayram muhitida filmning eng shafqatsiz sahnalari namoyon bo'ladi. Avvalgi filmlarni ko'rganlar yaxshi biladi, bu yerda psixologik noziklik yoki ruhiy ziddiyat yo'q. Bu seriya to'g'ridan-to'g'ri zo'ravonlik, qabr va tana horrori ustida qurilgan. Asosiy tahdid Artning o'zi. U gapirmaydi, lekin harakatlari orqali filmning boshidan oxirigacha asabga tegadigan sukunatni saqlab turadi. Har bir sahna avvalgidan vahshiyroq. Ba'zida bolalar, homilador ayollar, hech kim immunitetga ega emas. Loyihaning rejissyori Damian Leone bu safar filmning ikkinchi choragida ko'riladigan sahna uchun maxsus mexanik effektlar bo'yicha guruhni yollagan. Ular shunchaki real ishlaganidan sinov tomoshalarida tomoshabinlarning bir nechtasi zalni tark etgan yoki qayd qilib yuborgan. Film hozircha keng relizni olmagan, ammo cheklangan premyeralarda katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Tanqidchilarning ayrimlari uni haddan oshgan deb tanqid qilgan bo'lsa-da, aynan shu ekstremalligi bilan fanatlar uni yilning eng qonli horror filmi deb kutmoqda. Long Legs. Siz bu film haqida ko'p narsa eshitmagandirsiz, lekin eshitganlaringizning o'zi yetarli. Uzun oyoqlar 2024-yilning eng ko'p kutilgan lekin eng kam tushuntirilgan horror filmi bo'ldi. Filmda Federal qidiruv byurosi agenti Gabriella Holmes ketma-ket o'z joniga qasd qilish holatlarini tergov qiladi. Har bir voqeada izoh yo'q, motiv yo'q, faqat sirli bir shaxs imzosi. Long Legs. U qayerda? Kim u? Aslida u odammi? Bu filmning taqdidi aynan shu noaniqlikda. U sizni nima sodir bo'layotganini to'liq anglamasdan beqarorlik ichida qo'rquvni his qilishga majbur qiladi. Kamera harakati sust, ranglar sovuq va eng dahshatli kadrlar uni ko'rsatmaydi, faqat sezdiradi. Rejissyor Osgood Perkins oldin ham sokin lekin bezovta qiluvchi filmlar bilan tanilgan edi. Long Legs esa bu yondashuvning eng yuqori nuqtasidir. Yuqorida ta'kidlaganimiz kabi, syujet ekstrasensor qobiliyatlarga ega FQB agenti Mayka Monro ijrosidagi Lee Harker atrofida aylanadi. U ruhlar yig'uvchisi laqabli manyak, ya'ni Nicolas Cage bilan bog'liq bir qator sirli qotilliklarni tergov qilmoqda. Film psixologik triller, horror va mistika unsurlarini o'zida qoyilmaqom tarzda mujassam etgan. Mayka Monro o'z qahramonining ichki kurashi va hissiy zo'riqishini mahorat bilan ifodalagani uchun yuqori baho oldi. Nicolas Cage'ning ekrandagi vaqti nihoyatda cheklangan bo'lsa-da, uning manyak satanist sifatidagi paydo bo'lishi tomoshabinlarda chinakam vahima uyg'otadigan, unutilmas obraz yaratishga erishdi. Nicolas Cage'ning ekrandagi vaqti chegaralangan bo'lsa-da, uning manyak satanist sifatida ekranda paydo bo'lishi tomoshabinlarda unutilmas obraz qoldirdi. Film vizual jihatdan ta'sirchan. Andres Arochining operatorlik ishi simmetriya, soyalar va g'ayrioddiy kompozitsiyalardan unumli foydalanib, klaustrofobik va xavotirli muhitni yaratgan. Bastakor Zilgining
musiqiy jo'rligi esa bezovtalik va zo'riqish hissini yanada kuchaytirgan. Biroq film tanqidlardan ham xoli qolmadi. Ayrim tanqidchilar filmning hikoyasi cho'zilgan va syujeti yetarlicha ishlanmaganini ta'kidlashmoqda. Bu ayniqsa yakuniy qismga taalluqli bo'lib, ba'zilarning fikricha u kutilgan darajada bo'lmagan va ko'plab savollarni javobsiz qoldirgan. Shuningdek, realistik detektivni mistika va okkultizm unsurlari bilan uyg'unlashtirish har doim ham muvaffaqiyatli chiqmagani, bu esa tomoshabinni chalg'itishi mumkinligi ham qayd etilmoqda. Ayrim tanqidchilar filmda syujetning chuqurligi va personajlar rivojlanishiga zarar yetkazgan holda vizual va ovozli effektlarga haddan ortiq tayanilgan deb hisoblashmoqda. Shunday bo'lsa-da, Longlegs filmi o'ziga xos muhiti, aktyorlarning muhtasham mahoratli ijrosi va vizual uslubi bilan e'tiborimizga darhaqiqat loyiq. Film qorong'u va shiddatli kinematografik tajribaga tayyor bo'lgan psixologik triller va dahshatli film muxlislariga tabiiyki tavsiya etiladi. Keling, bir o'yin o'ynaymiz. Ushbu sonni ko'proq odam ko'rishi uchun mazkur videoning izohlar bo'limida har bir susambillik, har bir tomoshabin o'zining shaxsiy fobiyasini, o'zining shaxsiy qo'rquvlarini yozib qoldirsin. Izohlar yozib olinadi va keyingi haftaning yangi soni chiqarilishidan bir kun avval to'planadi va top rating tuziladi. Misol uchun mening paytida eng qo'rqqan narsam bu tabiiyki arvohlar bo'lgan. Bizning oramizda qaysi dahshat kengroq tarqalganini aniqlaylik. Ushbu top rating esa Insusambil Telegram kanalimizda joylanadi. Biroq xavotir olmang, rating tuzilayotganda akkaunt nomlari oshkor etilmaydi. Aytgancha, o'zingizning dahshatli layklaringizni ayamang. Keyingi Susambildagi eng qorong'u tunlarda ko'rishguncha xayr.